Agar men sizga payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ma'lum bir joyda ekanini aytsam, siz u zotga hijrat qilishni xohlamas edingizmi? Kelayotgan chorshanba kuni odamlar yangi yilni nishonlaydi. Va shu paytda diniy qoidabuzarliklar, tartibsizlik, shovqin suron va spirtli ichimliklar ichish keng tarqaladi. Mana shu muborak va ulug' kunlarda biz hozir muqaddas oylardamiz. Gunoh ham, savob ham ko'payadi. Lekin aqlli, dono insonlar bu notinchlikdan Allohga yaqinlashish uchun foydalanadilar. Shunda ular Alloh taolo huzurida ulug' maqomga va ulug' mukofotga ega bo'ladilar. Shunday qilib, bu kechada inson ko'p sadaqa berishi kerak va bu kecha Alloh taolo uchun bo'lishi kerak. Chunki bu kechada qilingan yaxshi amal Alloh taolo huzurida katta savobga ega bo'ladi. Hadis aniq. Notinch paytlarda ibodat qilish menga hijrat qilish kabidir. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oldiga hijrat qilish sizning sahobalar qatorida bo'lishingizni anglatadi. Siz do'stlik sharafiga erishasiz va buning uchun Alloh taolo huzurida buyuk mukofot bor. Bu kechani ibodat, Qur'on o'qish, Allohni zikr qilish, mag'firat so'rash, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytish va Allohdan boshqa hech qanday kuch va quvvat yo'q, ey ulug'vorlik va sharaf sohibi deyish bilan o'tkazish eng yaxshisidir. Agar siz bu ibodatni duo bilan yakunlasangiz, inshaalloh duoingiz qabul bo'ladi.